intellektga asoslangan navigatsion lazer. Butun dunyoda operatsion xonalarda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan qurilmalar hammasi yetarli. Hatto chet el praktikasidan ham kuchli holatda bemorlarga sifatli yordam berib kelmoqdamiz. Kelgan holatimda bunaqa yuradigan holat va gapirish holatim ham yo'q edi. Jigar transplantatsiya amaliyotlari to'lig'icha mahalliy mutaxassislar tomonidan Milliy tibbiyot markazida 150 dan ortiq bemorda bajarildi. Assalomu alaykum. Biz poytaxtimizdagi Milliy tibbiyot markazidamiz. Ushbu muassasa 2023-yilda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan. Hozirda 23 ta bo'limda tibbiy malakali mutaxassislar tomonidan bemorlarga yordam ko'rsatiladi. Biz markaz faoliyati bilan yaqindan tanishtiramiz. Bugungi kunda Milliy tibbiyot markazi qisqa vaqt ichida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini muvaffaqiyatli bajarish borasida nafaqat mamlakatimizda, balki butun Markaziy Osiyoda yetakchi tibbiyot muassasalaridan biriga aylandi. Milliy tibbiyot markazi nafaqat Toshkent shahri, balki butun respublikamizning uzoq hududlaridan ambulator va statsionar ravishda bemorlarga yuqori texnologik tibbiy xizmatni ko'rsatib kelmoqda. Ambulator xizmatimiz, poliklinikamiz bir kunda 500 dan oshiq bemorlarga xizmat ko'rsatadi va 450 dan oshiq bemorlar yotib statsionar davo muolajalarini oladi. Bugungi kunda Milliy tibbiyot markazi neyroxirurgiya yo'nalishida robot texnologiyalarni jalb etdik. Bundan tashqari oftalmologiya yo'nalishida sun'iy intellektga ega bo'lgan lazer texnologiyalarni olib kirdik. 2024-yil davomida markazda 5000 dan ortiq yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Kardiojarrohlik, endovaskulyar jarrohlik, travmatologiya, neyroxirurgiya, ko'z mikroxirurgiyasi hamda transplantologiya sohalarida amalga oshirilgan murakkab operatsiyalar minglab bemorlar hayotini saqlab qolishga xizmat qildi. Eng katta yo'nalishlarimizdan biri bu transplantologiya yo'nalishini Milliy tibbiyot markazida yaratib, bu yerda rivojlantirishimiz. Mana bugun 2025-yilni sarhisobini qiladigan bo'lsak, 2025-yilning o'zida jigar transplantatsiya amaliyotlari to'lig'icha mahalliy mutaxassislar tomonidan Milliy tibbiyot markazida 150 dan ortiq bemorda bajarildi. Hozirgi kunda Milliy tibbiyot markazida 220 dan oshiq shifokorlar faoliyat olib boradi. Bu shifokorlarimizni mana hozirgi kunda 35 dan oshiqlari turli tibbiyot fanlari nomzodi, tibbiyot fanlari doktori, professorlar ilmiy faoliyat olib boryapti. Nafaqat bemorlarga yuqori texnologik tibbiy xizmat, balki Milliy tibbiyot markazi hozirgi kunda yoshlarga ilmiy ish olib borishi uchun, ilmiy faoliyat olib borishi uchun, ilmiy izlanishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan maskanga aylandi. Hozir Milliy tibbiyot markazidagi yana bir bo'limdamiz, neyroxirurgiya bo'limi. Ushbu bo'limda 1 yil mobaynida 500 ga yaqin jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan va neyroxirurg yordamchi robot orqali faoliyat yuritadi. Keling, yana ham ko'proq ma'lumot olish uchun shifokorga yuzlanamiz. Bir vaqtning o'zida 20 ta bemorga yuqori texnologik yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega. Jumladan neyroxirurgiya bo'limimizda hozirgi kunda 1 yil mobaynida 400 ga yaqin yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti amalga oshirildi. Bu jarrohlik amaliyotlarining asosiy qismini umurtqa pog'onasi va bosh miya patologiyalari tashkil etadi. Umurtqa pog'onasida degenerativ distrofik o'zgarishlari, deformatsiyalari, har xil anomaliyalari, bu barcha umurtqa pog'onasining barcha kasalliklari hozirgi kunda chet elga chiqmagan holatda, hatto chet el praktikasidan ham kuchli holatda bemorlarga sifatli yordam berib kelmoqdamiz. Markazning neyroxirurgiya bo'limida miya va orqa miya kasalliklarini davolashda zamonaviy yuqori aniqlikdagi texnologiyalar qo'llanilmoqda. Bularning yordamida bemorlarning sog'ayish jarayoni sezilarli darajada tezlashmoqda, deydi shifokor. Bosh miya kasalliklariga keladigan bo'lsak, bosh miya o'simtalari, bosh miya qon tomir kasalliklari, bosh miya funksional buzilishlari va bu yo'nalish bo'yicha ham juda katta ishlar olib borilmoqda. Markazimiz rahbariyati tomonidan bizga taqdim etilgan neyroxirurgik robot uskunasi yordamida biz yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari ko'lamini yana ham kengaytirdik va hozirgi kunda Parkinson kasalligi, epilepsiya kasalligida robot yordamida
minimal invaziv, ya'ni Aha. katta kesmalarsiz va yuqori aniqlikda jarrohlik amaliyotlari bajarib kelinmoqda. Jumladan Parkinson kasalligida chuqur miya stimulyatori o'rnatish amaliyotlari birinchi marta O'zbekistonda robot yordamida bajarildi. Bundan tashqari epilepsiya kasalligida farmakoresistent formasi holatida biz bemorlarga o'sha epilepsiya kasalligida epileptik xurujlarni kamaytirish yoki butunlay yo'qotish uchun qaratilgan jarrohlik amaliyotlarini yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari bosh miya o'simtalarining, bosh miya strukturasining barcha qismidagi o'simtalarning jarrohlik amaliyotlarini yo'lga qo'yganmiz. Jarrohlik amaliyoti orqali biz bemorlarda bosh miya o'simtalarida kelib chiqishi mumkin bo'lgan nogironlik holati qisqartirilyapti va bemorlar hayot sifati oshib bormoqda. Aynan neyroxirurgik kasalliklarni oldini olish uchun qaysi bosqichda yoki bemor o'zida qanday holatlar aniqlanganda shifokorga murojaat qilish kerak? To'g'ri savol berdingiz. Neyroxirurgik kasalliklar, ya'ni bosh miya kasalliklarining asosiy bu simptomlari yoki boshlanish simptomlaridan asosiylari bu bosh og'riq, ko'ngil aynish, hushni yo'qotish, hid bilish, ta'm bilish, ko'rish, funksiyalarining pasayishi, bemorning funksional, ya'ni qo'l va oyoqlardagi harakat buzilishlari bu asosiy belgilar hisoblanadi. Va bu belgilardan birortasi mavjud bo'lgan holatda albatta nevrolog mutaxassisga murojaat qilish kerak va nevrolog mutaxassisi tavsiyasi bilan bu neyroxirurgik kasalliklar simptomlari paydo bo'lgandan keyin men barcha bemorlarga MRT tekshiruvdan o'tishni tavsiya beraman. Bu mutlaqo zararsiz hamda tez bo'ladigan tekshiruv usuli, lekin bu bizga juda ham katta imkoniyat beradi. Ya'ni bosh miya o'simtalari bo'ladimi yoki bo'lmasam umurtqa pog'onasi kasalliklari bo'ladimi, bularning barchasini erta davrda bizga tashxislashga yordam beradi va kasallik rivojlanib ketishini oldini olishda juda katta asos bo'lib keladi. O'zimda umurtqada ozgina muammo bor edi. Suyak yallig'lanishi deyishdi. CRP degan analizlarimiz ozgina yuqori chiqqanligini hisobiga o'shani doktorlar operatsiya, jarrohlik usuli bilan davolash kerakligini aytishdi. Doktorga ishonch hosil qilib o'sha operatsiyani o'tkazdik. Hozir holatingiz ancha yaxshi. Holatim o'zim kutganimdan-da a'lo. Operatsiyani ertasi kundan turib yura boshladim. Ko'z mikroxirurgiyasi bo'limida katarakta, glaukoma, rinita kasalliklari va murakkab ko'z jarrohligi amaliyotlari yuqori texnologiyalar asosida bajarilmoqda. Ushbu bo'limda amalga oshirilayotgan operatsiyalar bemorlarning ko'rish qobiliyatini tiklash va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Oldingi safar ham shu yerda bitta ko'zimni qildirib ketgan edim, operatsiya kataraktani. Yaxshi chiqqan. O'shanga qarab, yana ikkinchisini ham shu yerda o'zida qildiryapman. Qaysi holatda bu yerga murojaat qilgansiz? U yerda murojaat qilganim ko'rish juda ham xiralashib ketgan, yurishga qiynaldim. Mashina haydashlarda umuman qiyinchilik bo'lib qoldi. Qiynalganimdan keyin shu yerga murojaat qildim, shu tavsiya qilishdi. Yotdim, birinchisi ham zo'r chiqdi, ikkinchisi ham mana endi hozir chiqdim. muammosi bilan kelgan bemorlarni standart tekshirish usullarimiz bor. Bulardan bittasi o'sha ko'rish o'tkirligini aniqlash hisoblanadi. Hozir ko'rish o'tkirligingizni aniqlaymiz. Demak, yopqish solasiz, chap qo'limiz bilan ushlaymiz. Chap ko'zimizni bekitamiz va to'g'ri jadvalga qaraymiz. Ikkita ko'zimiz ochiq bo'lishi kerak. Va to'g'riga qaraganda jadval yaxshi ko'rinyaptimi yoki yo'qmi bizga aytishingiz kerak. Demak, ikkita ko'zimiz ochiq turadi, faqatgina tashqari tomondan bekitiladi va to'g'ri jadvalga qaraladi. Jadvalga qaraganda jadvaldagi harflar sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Hammasi ham emas. Demak, hammasi yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, sizga hozir harflar ko'rsatamiz. Harflarga qarab, demak, bizga qaysi harf ekanligini Sh, B, M. U juda yaxshi ko'rinmayapti. Xo'p, endi o'ng ko'zimizni bekitamiz. B, M, N,
bo'lsa kerak, yaxshi ko'rinmayapti. Ko'rishda ozgina ko'rish o'tkirligini pasayishi mavjud ekan. Demak, buni aniqlash uchun biz yana qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bu uskunada aynan qaysi jarayon amalga oshiriladi? Xo'p, bu uskuna Rasmi lazerda korreksiya qilish hozirgi kunda yo'q. oldin xavfli bo'lgan. Oldin ham xavfli bo'lmagan. Nima uchun? Bu oddiyroq tushuntiradigan bo'lsa, ko'zimizni 1 millimetrga normaga nisbatan uzun bo'lishi, ya'ni proporsiyasini uzun bo'lishi, demak bemorlarda -3 uzoqdan ko'ra olmaslikni o'sha dioptriyasini keltirib chiqaradi. Bizda masalan 2,5 bo'ladigan bo'lsa, taxminan normaga nisbatan 1 millimetr ko'z olmasi uzun bo'lishi mumkin. Buni endi aniq tekshirish uchun yana o'sha qo'shimcha tekshirish usullari bor, bu tekshiruvlarni o'tkazish kerak, undan keyin aniq bo'ladi. Lazerda o'sha operatsiya deymiz biz, shoh pardani operatsiyasi hisobiga mana shu ko'zdagi minuslar olib tashlanadi. Bu bizga aytgan o'sha sun'iy intellektga asoslangan qurilma, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Uni vazifasi nimadan iborat? Bu lazerli qurilmamiz, lazerlarning ham turlari bor o'zi. Bu eng, ya'ni to'r pardaga zararsiz bo'lgan 577 sariq lazer hisoblanadi. Nomi ham Navilas, navigatsion lazer hisoblanadi. Sun'iy intellektga asoslangan va asosan to'r pardadagi kasalliklarda, to'r pardadagi qandli diabet, gipertoniya, buyrak kasalliklari asorati sifatida rivojlanadigan retinopatiyalarda va o'sha og'ir holatlarni, ya'ni to'r parda ko'chish, ya'ni ko'rlikka olib kelishi mumkin bo'lgan ba'zi bir kasalliklarni oldini olish uchun demak, lazer yordamida to'r pardani koagulyatsiya qilish jarrohlik amaliyotlarini bajarish uchun mo'ljallangan. Demak, sizda ham ko'z bilan bog'liq qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, Milliy tibbiyot markazidagi malakali shifokorlarga ishongan holda kelib, ko'rikdan o'tib turishingiz kerak. Har yili profilaktik uchun ko'rikdan o'tish tavsiya etiladimi? Demak, o'zi umuman olganda sog'lom qandaydir, ya'ni ko'z bilan qanaqadir kasallik bilan nazoratda turmaydigan insonlar yilida bir marotaba tibbiy rejalashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tishi tavsiya etiladi. Transplantologiya sohasida Milliy tibbiyot markazi yuksak natijalarga erishmoqda. 2024-yil davomida markazda 15 mingdan ortiq jigar va 75 ta buyrak transplantatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu bo'limimizda ikkita angiograf o'rnatilgan, birinchi va ikkinchi angiograf. Bu hozir biz tasvir bo'layotgan xonamizda bu ikki o'xshash yangi operatsiyalar, yangi nimalar asosiy 90-95% davlat tibbiy sug'urta fondi hisobiga amalga oshirilyapti. Abdunosir aka, hozir bu yerda jarrohlik amaliyoti ketyapti, ko'ryapmiz va bemor qanaqa holatda o'z murojaat bilan kelgan? Bemor demak, o'ng qo'l, o'ng oyoqda harakat sustligi, nutqni ravon emasligi kabi shikoyatlar bilan murojaat qilib kelgan. Bemorda bu holatlar tongda taxminan 6-6:30 ma'lumot berishdan o'zidan, o'shandan keyin boshlangan. Bizga murojaat qilib kelganlarda demak taxminan soat 12:30 bo'lgan. O'zi butun dunyoda insultda, aynan ishemik insultda ichinasida ikkita davosi bor. Demak, birinchisi bu tromboliysli terapiya, ikkinchisi trombekstraksiya, ya'ni trombni olib chiqib tashlash. Shu vaziyatdan foydalanib aytardim, qancha erta murojaat qilishsa shuncha yaxshi insult bilan. Ishemik insult bilan qancha erta, nafaqat ishemik, barcha insultlar turida qancha erta murojaat qilishsa shuncha yaxshi. Bemorga bizning yordam bera olishimiz va uni demak oldingi ish faoliyatini
saqlab qolish Sog'lig'ini yana o'z sog'lig'ini, holatiga qaytarish uchun. Da katta ahamiyatga ega. Vaqtlar juda katta ahamiyatga ega. Bularda endi biroz kechikib kelingan, ya'ni trombolizisning terapiya uchun dori bilan davolash uchun vaqt masalasi o'tib ketgan, chunki jarayon boshlangandan keyin 4,5 soat ichida u dori bilan davolash amaliyoti o'tkazsa bo'ladi. 4,5 soatdan keyin u imkoniyat bo'lmaydi va faqatgina bizda xirurgik amaliyotga imkoniyat qoladi. Navbatdagi bo'limimiz transplantologiya bo'limi. Ushbu bo'limda jigar hamda buyrak ko'chirish amaliyotini boshidan o'tkazgan bemorlar yotqiziladi. Hozir ana shunday bemorlar bilan suhbatlashamiz. Xolajon, qayerdan kelgansiz? Kenja qizim donor bo'ldi. 2025-yilda markazda transplantologiya va yuqori texnologik jarrohlik sohasi mutlaqo yangi bosqichga chiqdi. Bir kunda parallel ravishda 4 ta jigar ko'chirish operatsiyalarining muvaffaqiyatli o'tkazilishi nafaqat markaz, balki butun mamlakat tibbiyoti tarixida muhim voqea bo'ldi. Bugun Milliy tibbiyot markazi xalqona tajriba, ilg'or texnologiyalar va yuqori malakali mutaxassislarni birlashtirgan holda transplantatsiya va jarrohlik amaliyotlarini yanada rivojlantirishda davom etmoqda. Kelgusida organ donorligini kengaytirish, yuqori texnologik amaliyotlar sonini oshirish va bemorlar uchun eng samarali davolash usullarini joriy etish rejalashtirilgan. Milliy tibbiyot markazi faoliyati bilan tanishar ekanmiz. Bu yerda salomatlik borasida tizimli va mas'uliyat bilan yondashilayotganligiga guvoh bo'ldik. Zamonaviy ilg'or texnologiyalarni joriy etilishi, malakali mutaxassislarning yetarli ekanligi ko'plab insonlarning hayotini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi dasturlarimizda ham tibbiyot sohasiga oid bo'lgan ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Salomat bo'ling.